Hurmatli obunachilar, sizlarga sotiladigan 6 sotixli hovli topib qo'ydik. Hozir uylari bilan tanishtirib o'taman. Qaranglar. 8 ta uy bor ekan kirganimizda. Qaranglar. Bitta xonamiz mana. Remont qilib olsangiz o'zingizni didingizga moslab, rosa ham zo'r. 6 sotixdan iborat. Bu tomonni ham ko'rsatamiz. Mana aytganimdek hojatxonasi bor ekan, отдельный. O'tinxonaga mana joyi bor ekan. Bu tomonimiz ochsak bo'ladimi mana. Qaranglar. Chorvachilikka ham qo'y boqaman, mol boqaman desangiz ham sharoitda hamma yo'g'iga gap yo'q. O'tinlarni ham qo'shib berishadi? Ha? O'tinlarni. O'tinlarni bonus qilib bersa kerak, menimcha, so'raymizda. Mevalari mana olmalari bor ekan. Yana qaytaraman. Gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Zo'r, tinch hudud. Shahar shovqinidan qochaman, joy bormi deganlar uchun maxsus tavsiya qilaman, zo'r joy ekan. Sentrda bo'lsin-u, shovqin bo'lmasin degan. Ha, sentrda bo'lsin-u, shovqin bo'lmasin deganlarga. Где-то 1 kilometrda ag'i-bag'i. Sentrga yetib borasiz. Peshkom chiqsangiz ham bo'ladi. Naryoqda o'ni bor, o'ni. Sinfdoshim Zohirlarnikida ana shu. O'shalar qo'shnisi. Zohir, Rossiyada ko'rayotgan bo'lsang, salom senga. Podvali bor ekan, ancha oldin qurilgan, lekin pishgan g'ishtlar bilan. Bu yerda uncha mana bitta xonachasi bor. Podvali ham bor ekan. Ha, podvali. Podvaldan chiqqandan keyin bitta kuxnya bor ekan. Ko'rsating, o'sha o'tiradigan joylari bilan ekan, zo'r ekan. Mahallasi ham zo'r. Sразу aytaman, bu joyimizda suv, svetdan, umuman gazdan muammosi yo'q. Bu tomonimizda mana bitta, ikkita, uchta, почти 4 ta xonamiz bor. Keyin baniyasi ham ichida ekan, o'sha sanuz, umumiy sanuzeli. Mana umumiy sanuzeli. Qarang, eski o'sha batareyalar bor, hali radiatorlar, o'shandan zo'r qizitadi mana shu bor, hozirgi zamonaviylarga qaragan. Xonalari katta ekan, bu yerda ayvon. Mana qaranglar, oz-moz aytyapman, o'zlari uchun remontini qilib olsanglar yaxshi. Pishgan g'ishtda bo'lgan, mana g'ishtlari ko'rinib yotibdi. Pishgan g'isht. Naryoqda yana bitta xonasi. Zo'r joydan, mahallasi ham zo'r, valishlarni qo'ygan uzumi tayyor ekan. Hovlisi mana agaroti. Bu tomonda ham bitta chorvachilikmi, nima qilsangiz ham отдельный nimasi bor ekan. Kulolchilik qilishgan ekan. Oldin qarang, pishgan g'ishlari bilan hamma yo'g'i bor ekan. Hurmatli obunachilar, narxi kelsa, narxini 45 ming, yana oz-moz tushib beradigan joyi bor. Rishtonni markaziga где-то 1 kilometr sal ichkariroqda. Ulgurib qolinglar, rosa ham zo'r joy ekan. O'zimga lichni yoqdi. Pastda raqamlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Rossiyadagilarga ham salom jo'natib qo'yinglar hammaga. Yaxshimi, to'g'ri?